erkakni nafsi deyotgan ayollar, erkakni nafsi buzuqligini bilar ekansizlar, shu nafsi yo'li bilan qalbiga kiringlar. Nafsi buzuq bo'lsa, o'sha nafsi yo'lida qalbiga kiringlar. O'sha ko'chani ayollari aynan shu yo'ldan foydalanib, eringlarni olib qo'yadi. Neujeli sizlar pok bo'lib turib, eringlar bilan o'rtalarda nikoh bor, zaks bor, haloliylar bo'lib turib, ko'nglini olmaysizlar. Ulardan optinglarni oshiringlar. Men faqat u ma'noda gapirmayapman. Ularni har tomonlama aqli ishlaydi, shirin gapiradi, chiroyli kutib oladi, o'ylaydiki, ayol kishi shunaqa bo'lishi kerak degan miyasida signal paydo qilib qo'yadi ular. Sizlar uyda o'tirib shunaqa qilinglar. Uyda o'tirib qilinglar. Ish, bola chaqa qochib ketmaydi. Bolalar ertaga uylanib, erga tegib, o'z uyli joyli bo'lib ketadi. Ota-onalar o'lgandan keyin, qaynona-qaynotanglar o'lgandan keyin sizlar bilan faqat eringlar qoladi. Agar baxtli bo'lishni xohlasanglar, o'tirib olib noligandan ko'ra turib harakat qilinglar.